Rangi ro'yiga qaraganda ovqat ham juda bo'lganmi deyman. Kim qildi bu ovqatni bugun? Voy, shirin, nimasini aytasiz, adajonisi? Bugun ovqatni kelin poshsha qildilar. Yashang, kelin poshsha bugun bir mazza qilib lag'mon icharkanmizda. Kestemasa. Endi deb ayollarning qulog'iga lag'mon sormasdan lag'mon ham ichib turish kerak edi. Qani yoqimli ishtaha olinglar. Adajonisi, ajoyib sizda. Qani, o'zingizdan. Bu bilan bu. Tazralar. Yangilik bormi deyman? Ha, endi yaxshilik indamay hozir o'ziga kelib qoladi. Muborak bo'lsin, muborak. Hali bolangizni uylantirmasa, qachon uylantirasiz? Voy, qachon uylantirasiz deb unda bir qo'yishmadi. Keliningiz bo'yida bormi? Dishvaratida deng. Hali aka bugun lag'monni ichib ketdi degan. Qani ovqatingdan ol endi keyin borib bir aytib berasan, hammasini bir kuydirasan-da. Dada choy. Ye, bu bilan bu. Rahmat. Bu bilan bu. Ha? Ya, ovqatdan bo'lsa kerak, qani. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda